isti'ona degan gap bor. Istimdod ham istig'osa. Shu yordam talab qilish degan. Shu yordam talab qilishlik ho tirikdan bo'lsin, ho o'likdan bo'lsin, bizning e'tiqodotimizda nima desa durust. Tirikdan talab qilish to'g'risida Qur'oni Karimda juda ham ko'p, bittasini aytib o'tamiz. Hazrati Musa alayhissalomning hikoyalarida Alloh taolo keltiryaptiki, "Fastaghasahullazi min shi'atihi alallazi min aduwwihi." Ya'ni Hazrati Musa alayhissalomdan ikki kishi urushib turgan ekan. Bittasi Bani Isroildan, bittasi Qibtiylardan. Ana Bani Isroildan bo'lgan kuchlilik qilib, hali Qibtiydan bo'lgan kuchlilik qilib, Bani Isroildan bo'lgan odamni mag'lub qilib turgan paytda Hazrati Musodan yordam so'radi. Yordam qilib oling. Hazrati Muso unga yordam qilaman deb bir mushursa o'lib qolgan. O'sha Hazrati Muso alayhissalom payg'ambar bo'lganlaridan keyin, bu payg'ambar bo'lmasdan oldingi gap. Payg'ambar bo'lganlaridan keyin borib o'sha Qibtiylarni dinga chaqirgan deganda, shu meni ukamni jo'natgan poka Parvardigor. Chunki meni ularda oldida gunohim bor. Men shuning uchun qo'rqaman ularni oldiga borishga deganlari shu. Ulardan bo'lgan bir odamni o'ldirib qo'ygan. Bir mushuk. Endi asosiy gap bu yerda emas, lekin shu yerda mana yordam talab qildi deb Alloh keltiryapti. Hazrati Muso alayhissalom yordam qildilar. Qur'onda demak, tiriklardan yordam qilishlikka hujjat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir sahobiyga aytdilar, "Salni" dedilar. Mendan bir narsa so'ra, yordam so'ra dedilar. "As'aluka murafaqataka fil jannah" dedilar. Haligi sahobiy. "Men sizdan jannatda birga bo'lishlikni so'rayman" dedilar. "Ava g'ayra zalik" dedilar. "Yo'q, bundan boshqani so'rasangchi" dedilar. "Huwa hada, huwa zak" dedilar. "Huwa zak." Yo'q, shu meni maqsadim shu xolos. So'rab. Shunda aytdilarki, "Fa'inni bi kasratis sujud" dedilar. Unday bo'layotgan bo'lsa, namozni ko'p o'qishlik bilan menga yordam qilorsan ham. Payg'ambarimizdan yordam so'radi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undan yordam so'rayapti. Bo'lmasam jannatda payg'ambar bilan birga bo'lishlikni payg'ambar berolmaydi-ku. Bunday aql bilan oladigan bo'lsangiz, berolmaydilar. Ana shunday bo'lsa ham men sizdan shuni so'rayman. Agar shunaqangi narsalarni so'rashlik tiriklarga joizmi? Tiriklarga joiz bo'lyaptimi? Shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini qudratlarida yo'q uni jannatda o'zlari bilan birga qilib olishlikka. Lekin Alloh izn berganligidan qiladi. Demak, tiriklardan Alloh izn bersa qilsa bo'ladigan ishlarni so'rashlik mumkin ekanmi? Buni so'ralyapti. O'lgandan keyin ham payg'ambarlar umuman o'sha tiriklik holatidan farq qilmaydi. O'shanda ham Alloh izn bersa qilaveradi. O'sha vafot bo'lib yotgan zotning oldiga borib ham, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, meni shafoat qiling, yoki bo'lmasa meni o'sha jannatda o'zingiz bilan birga bo'lishligimga yordam qiling" desa, hech qanday mushrik bo'lmasa. Nimaga? Chunki biz e'tiqodimiz, ahli sunnah va jamoadan shu Maturidiymiz biz. Shu Maturidiylarning e'tiqodi la havla va la quvvata illa billah. Hech bir narsaga quvvat yo'q, magar Alloh quvvat bersagina bo'ladi deymiz. Banda hatto o'zini fe'lini o'zi yaratmaydi deymiz. Bunday qo'limizni cho'zib, bunday choyni olib ichyapmiz mana. Shuni agar Alloh yaratib bermasa, biz qo'limizni cho'zolmaymiz, qo'limiz shalqillab turaveradi. Biz mana bunday e'tiqod qilamiz.
qudrat ikki xil bo'ladi. Qudratu mumakkina, qudratu muyassira. O'sha qudratu mumakkinani ham, qudratu muyassirani ham faqat Alloh beradi deymiz biz. Mana Mu'tazilalarga o'xshab banda o'zini fe'lini o'zi yaratadi demaymiz. Demak, uni u tirikdan so'rasang mumkin, u qilib berishi mumkin. O'likdan so'rasang u qilib bera olmaydi degan o'sha odamlar, bizni o'likdan so'rasang mushrik bo'lyapsan degan odamlar, demak o'sha Mu'tazila e'tiqodi deganda banda hayotlik paytida o'zini fe'lini o'zi yaratadi deb e'tiqod qilyapti ekan. Ana demak, yaratuvchini ko'paytirishlik bilan o'zlari mushrik bo'lyapti ekan. Qarang, ularni tirikdan so'rasang bo'ladi, o'likdan so'rasang bo'lmaydi deyishlik bilan bu Alloh beryapti hammasini degan e'tiqod yo'qda, bu o'zi qila oladi deyapti. Ana shu bilan o'zi mushrik bo'lib qolyapti ekan, Alloh asrasin. Shuning uchun shunaqangi nozik e'tiqodotdagi nozik masalalarda puxta bilib olmaydigan bo'lsa, odamni ko'ngli o'shadan aql taqozo qiladigan gapni gapiradi ular. Faqat aql oladiganigagina ishonamiz deydi. Bu shuni o'zi dinni buzishlikni boshi shu. Chunki bizning dinimiz aql olmaydigan narsa bilan kelganda o'zi. Aql olmaydi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning me'rojlarini aql oladimi? Aql olmasdan me'rojga chiqdim, Isro bo'ldi deganda ko'p musulmonlar ham qaytib ketdi, hali iymon qalbida mustahkam bo'lmaganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiqqa yugurdi mushriklar. Abu Bakr Siddiq doim payg'ambarimizni rost aytayapti, tasdiqlab yurardi. Endi mana shuni tasdiqlamaydi. Juda aqldan iroq narsa. Bir arzimagan bir kechani bir arzimagan muddatida o Masjid Aqsoga borib kelaladimi? O paytlarda bunaqangi tez yuradigan samolyotlar yo'q, boshqa yo'q. Deb borganda Hazrat Abu Bakr Siddiq aytgan ekan. Agar o'sha zot aytgan bo'lsa-da to'g'ri degan. O'shaning uchun u kishini Siddiq deydi. Ya'ni iymonlarini raza tasdiq qiladigan zot, to'g'ri? Hech nima qilmaydi. Ana shunaqangi aql olmaydigan narsalar bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'jizotlari, o'zi mo'jiza, karomatlar hammasi, bular hammasi aql olmaydigan narsalar, havoriq odatlar. Odatda qilish imkoni bo'lgan aql o'shani tasdiqlaydigan ishdan tashqari ishlar bular hammasi. Eng dinimizni asosiy quvvatlaydigan nimalari mana shu Qur'oni Karim. Asosiy hujjat. Buni Hazrati Jabroil olib tushdi deyapti. Farishtani olib tushib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytib ketishligini ham aql ololmaydi. Chunki Hazrati Jabroilga payg'ambarga ishonsa ham u payg'ambarning kattaligi agar bunday qanotlarini yozsa butun yerni o'rab qo'yardi ular. Endi shu bitta payg'ambarning yenginiga kirib vahiyni yetkazishligini aql ololmaydi. Shunaqangi endi ketaversangiz hammasi shu. Deyarli ko'p dinimizning hukmlari, dinimizdagi ishlar aql olmaydigan ishlardan, mo'jiza, karomatlardan aql olmaydi. Ana shulardan iborat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 2000 dan oshiq mo'jizalarini kitoblarida keltirdi. Endi hozir dinimizni buzaman deydiganlar o'sha aql olmaydigan narsani chiqarib tashlash kerak deyishdi. Dinimizni buzishi uchun bizning dindorlarni yo sotib olyapti, yoki bo'lmasam kallasini aynatib shunga ularni yurg'izdiryapti. Bir Misrda olimi yaqinda bir tarix yozgan. Men bunaqangi dindagi xurofotlar bilan emas, shu ilmiy asosda men yozdim bu tarixda degan. O'sha yerdan o'shanaqangi mo'jizalarni hammasini tarixdan chiqarib tashlab yozgan. Ana dinimizni asosiylarini, ya'ni siz bilan biz o'sha mo'jizalarni o'qib, sahobalar ko'rib, bizlar o'shani o'qib, ana bizning ixlosimiz, e'tiqodimiz yana ham ziyoda bo'ladi-da. Ana shu narsani yo'qotishmoqchi-da. Ana shuning uchun mana bu narsalarga ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Mana bu masalamiz ham
xuddi o'shanaqangi narsalarni ham aql olmaydigan narsaga yurmaymiz deganlarni gapi. Bu dinni buzaman deganlarni gapi bo'ladi. Shuning uchun mana gapimiz ko'p edi, bu to'g'risida juda ham bir uzoq gapirish niyatimiz bo'lardi. Bunchalik yaxshi ahli ilmlarimiz, talab ilmlarimiz yig'ilib qolgan paytda shunaqangi bir nozik masalalarning muhokamasi bo'lsa, ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lardi, lekin umr oz degan ekanlar, ahd oz, peshinga yaqinlab qolyapti. Bu yerda o'tirgan ko'pchiliklar ahli ilmlarimiz masjidda imom domlalari yoki noib domlalari bo'lganligi uchun peshinga yetib olaylik degan qisqaroq qildik, duo qilaylik. Parvardigor, bizlarni inson qilib yaratib, aql berib, o'zingni tanitib, iymonli qilib qo'ygan ekansan. Yana shuni ustiga ahli ilm ham qilib bo'ynimizga shu qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun, ayting, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobarmi deb, buni bir yaxshi tomoni bor. Yo'q, bularning maqomi yuqori deb ham tafsir qilinadi, lekin mas'uliyati ham barobar emas. Bilmaydigan odamning mas'uliyati kamroq bo'ladi. O'zimizda ota-bobolarimiz aytgandek, bildim dedim, tutildim, bilmadim dedim, qutuldim degandek, bilganlarning shunaqangi mas'uliyatini og'ir qilib qo'ygan ekansan. Parvardigoro, o'sha mas'uliyatni ko'tarishga yarasha aql va belimizga quvvat ber. Parvardigoro, o'zing noto'g'ri yo'llarga qadamlarimizni ham yurdirib qo'yma. Yomon kasallarga badanlarimizni chalintirma. Yomon e'tiqodotlarga qalbimizni ham buriltirib qo'yma. Parvardigoro, mana bugungi bu ehson shu yurtimizdagi yaxshi ahli ilmimiz Yoqinjon qorini shu xudoylari deb o'sha kishi uchun ehson qilinyapti ekan, bu ehsonlarni qabul qil. U kishini ruhlariga yetkazib, bu shogirdlari tarafidan u kishini ruhlarini shod qil. U kishini bu shogirdlardan rozi bo'lganlarni qatorida qil. Hayotiy paytda ham o'zlarining roziliklarini izhor qilib, bu kishiga shunaqangi Alloh taolo ham qobiliyat ham bergan, qabuliyat ham bergan degan gapni gapirib o'tgan ekan. Alloh taolo bu sohibi ehsonni ham o'sha qobiliyatini ham, qabuliyatini ham o'zing ziyoda qil. Bu xonadon ahllariga bergan ne'matlaringni yana ham mukammal qilib ber. Tinchlikda, xotirjamlikda qil. To'g'ri yo'ldan hammalarimizni adashtirib qo'yma. Sallallohu ala sayyidina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar.